Bundan 1 yil avval sodir bo'lgan Umra bilan bog'liq mashmashalar esingizdami? O'shanda yuzlab fuqarolarimiz Madina va Makka shaharlarining ko'chalarida joysiz, kelishga samolyotsiz qolib ketgandi. Shundan so'ng hukumatimiz tomonidan bunga yanada jiddiy e'tibor qaratilib, qattiq tartib qoida o'rnatildi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga asosan bugungi kunda mamlakatimizdagi 12 ta turfirmaga Umra tadbirlarini amalga oshirish bo'yicha litsenziya berildi. Ammo yurtdoshlarimiz boshqa kompaniyalar orqali ham muqaddas safarga borishga harakat qilmoqdalar. Bu esa turli muammolarni yuzaga keltirmoqda. Xususan, litsenziyaga ega bo'lmagan turfirma orqali Umraga borgan bir guruh yurtdoshlarimiz mehmonxonasiz qolgan videolari ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, jamoatchilikning keng muhokamalariga sabab bo'ldi. Xo'sh, ziyoratchilar nima sababdan bunday holatga tushdilar? Turfirma tanlashda nimalarga ahamiyat qaratish lozim? Batafsil hozirgi lavhamizda so'z boradi. Ularning gapligiga qaraganda hozir Madinada bitta ham mehmonxona yo'qmishda, biz Ravzaga kirmasdan turib hozir Makkaga avtobusda chiqib ketishimiz kerak ekan. Bitta shu variantni qopti. Umuman hech qanaqa sarsongarchilik bo'lmaydi. Oldindan bron qilgan joylarda turasizlar, oldindan qilinadi bron deb ishontirishdi-ku bizani. Bo'ldi, hal qilishsa endi o'zligini muammoligi. 16 yanvar oqshomida internetni mana shunday xabarlar to'ldirib yubordi. Umra ziyoratiga sayyohlik vizasi orqali jo'natadigan turfirma bu gal ziyoratchilarni mushkul ahvolga solib qo'ydi. Aslida eng qimmat tur paket bilan jo'nagan hojilar 2 kun davomida 2 yulduzli mehmonxonada qolishdi. Bu ham bo'lsa bir necha soatlik asabbuzarliklardan so'ng. Xullas biz $2100 pul berganmiz. Mana soat hozirga ko'rayotgan bo'lsanglar 9:37. Значит 5-6 soatdan beri shu ahvol. Mana gostinitsa ham shu gapirmasa ham bo'ladi. Turbalarga yotib, ana gostinitsa bilmayman. Voqealarni o'rganish davomida biz hammani eshitishga, ularning fikrlarini olishga harakat qildik. Tarmoqlarda bu tashkilot xizmatidan mamnun bo'lganlar ham yoki aksincha voqealarni ko'rib, o'z emotsiyasini yashirib o'tirmaganlar ham topildi. Hattoki ziyoratga oldinroq borib kelganlar ham muhokamalarda faol bo'lishdi. Borishgandan keyin o'sha $100 dan to'laganmiz. Alohida xona yo'q. Bizdan tashqari 2-3 ta odam to'lagan. Ular bilan bizni talashmiz. Madinada bo'layotgan voqea gostinitsasida ular gaplashgan. Boshqa gostinitsaga o'tkazib berishdi. O'sha sarson yana boshqa gostinitsaga borildi. U yerda yana sarson bo'lib o'sha yerga joylashildi. Ertalab kelib ovqat bemalol yetdi. Boshqa gostinitsaga o'tganimiz uchun. Lekin birinchi gostinitsadagi odamlar jalba qilishdi. Ovqat daji yetmayapti deb. Ma'lumotlarga qaraganda ziyoratchilar Madina shahrining o'zida 3 ta mehmonxonada turishgan. Ya'ni dastlab 5 yulduzli u yerdan ma'lum sabablarga ko'ra chiqarilgandan so'ng bir kun boshqa mehmonxonada, 3-kun esa 2 yulduzli mehmonxonada yashashgan. Shu o'rinda bir ma'lumotni aytishimiz kerakki, agar litsenziyali turfirma bo'ladigan bo'lsa, ziyoratchilar kamida 3 yulduzli mehmonxonada yashashlari shart. Ammo bu gal bu holat bo'lmadi. Unga esa firma rahbarining o'zi izoh berdi. O'z boshida bilganmiz, 5 kun 5 kecha bo'lishi kerak edi. 5 kunlik bronimizni yechib olishgan mehmonxona tomonidan ma'lum bir sabablarga ko'ra boshqa turfirmaga sotib qo'ygan edik. Sizlarga faqat 2 kecha beramiz degan narsa bo'lgan va bu narsani biz mayli kecha tursin, undan zo'r mehmonxonaga ko'chiramiz deb olganmiz. 5 yulduzliga ko'chirganmiz. U yerda bizga arablar va'da qilib, haqiqatdan 3 kecha turadi bitta mijozlaringiz deb turib, bir kunga olib turgun mehmonxonani keyin cho'zdirib yuboramiz deb va'da qilishgan. Lekin ertangi kuni xo'jayini soat 4da 5da kelyapti-da, yo'q hech qanaqa xonam. Sen hojilaring chiqib ketish kerak. Deyapti. Biz 2 barobar to'laymiz, 3 barobar to'laymiz. Bizga 3 kun bo'lishi kerak. Desak ham baribir bizni tushunmay, qo'limizdan hech narsa kelmay, uygacha yalinib borganmiz. Ziyoratchilardan esa nega aynan litsenziyasiz turfirma bilan borganlarni so'raganimizda kimdir vaqti to'g'ri kelmadi degan bo'lsa, boshqa bir ziyoratchi mening safarim bir kunda hal bo'ldi deb qo'ya qoldi. Biz Makka shahrida bo'lib turgan vatandoshlarimiz bilan bog'langanimizda esa hozir hammasi joydaligi, 5 yulduzli mehmonxonalarda yashab turganlarni aytishmoqda. Ya'ni muammo bartaraf etilgan. Firma egasi ham uzr so'rab murojaat bilan chiqqan videoni ham ko'rdik. Ammo bu turfirmalar tomonidan yo'l qo'yilayotgan yagona kamchilik emas. Litsenziya bilan bugungi kunda 12 ta tur agentlik o'zini faoliyatini amalga oshirmoqda rasman va shu bilan birgalikda O'zbekiston musulmonlar idorasi huzuridagi Haj Umra markazi orqali ham fuqarolarimiz muntazam ravishda Umra ziyoratiga olib borilyapti. Fuqarolarimizni jimjimador reklamalarga birinchidan aldanib qolayotganliklari deb hisoblashimiz mumkin. Ya'ni Umra xizmatlarini tashkil qilish uchun qo'yilgan takliflar va ularga javob beradigan narxni bir-biriga nomutanosiblig'i. Ya'ni bu fuqarolarimizni
qaysidir ma'noda aldab qo'yyapti. Muborak maskanda hamma narsa xayrli bo'lishi mumkinligi rost, ammo ziyoratchilar orasida yoshi kattalar ham, homilador ayollar ham bor. Mehmonxona yurish ular uchun qiyin aslida. Mutaxassislarning fikriga qaraganda, bugungi kunda litsenziyasi bo'lmagan sayyohlik tashkilotlari hattoki litsenziyasi bor tashkilot nomiga bitta harf qo'shib ham o'z faoliyatini olib bormoqda. Natijada esa turli xil noqulayliklar yaxshi niyatda borgan ziyoratchilarni muammo ichida qoldirmoqda. Albatta buni salbiy oqibatlari mavjud. Bu holatda olib ketilgandan keyin birinchidan sayohat viza bilan ketadi fuqarolar. Sayohat viza bilan borgandan keyin u yerdagi mehmonxona xizmati, ovqatlanish masalalari va shu kabi masalalar demak ziyoratchini o'zini bo'ynida qolib ketish holatlari ko'p kuzatilyapti. Ayrim holatlarda aviabilet bilan bog'liq muammolar kuzatilyapti. Bizga o'sha kelib tushgan murojaatlarning ham katta qismida turfirmalar tomonidan qaytish biletlari demak qalbakilashtirilgan holatlari bor. Fuqarolarimizni nima uchun umra vizasi bilan rasmiy borishlarini talab qilyapmiz? Sababi umra vizasi bilan borganda aynan Saudiya tomonidan turgan shirkatni ham o'zini bo'yniga olgan vazifalari bo'ladi. Mehmonxona bilan ta'minlash va u yerdagi fuqaroning sug'urtasi. Biz so'nggi 1 yil ichida juda ko'p hollarda ziyoratchilar noqulay holga tushib qolganlarini ko'rdik. Ma'lumotlarga qaraganda 300 nafardan ortiq fuqarolar mehmonxonadan chiqarib yuborilgan, shuningdek, chiptalar soxtaligi sabab yo'lda qolib ketishgan. Bu shubhasiz tur firmalarining mas'uliyatsizligi bilan bog'liq bo'lib, tegishlilari javobgarlikka tortilmoqda. Ammo muborak maskanlardagi har qanday noqulaylik mamlakatimiz imijiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ko'pchilik fuqarolarimiz o'ylaydiki, ba'zilari oldin borib kelganman umraga, yana o'zim bemalol borib umra ziyoratini qilib kela olaman deydi. Yoki bo'lmasa sayyohlik vizasi bilan bo'lsa ham borib o'zimizni bemalol ibodatlarimizni bajarib kela olamiz degan o'ylarga borishadi. Yomg'irli mavsumlar bo'lib qolyapti bugungi kunda yoki bo'lmasa vaziyat o'zgarishi mumkin. Shu paytda fuqarolar baribir o'zlariga qolib ketganda qiyinchilikka duch keladi. Nima bo'lganda ham chet mamlakat. Chet davlatda inson baribir o'zining mamlakatida erkin yura olmaydi. Endi aksariyat qismi bizdan borayotganlar bu ayollar bo'lishi mumkin. Yoshi katta otaxon, onaxonlarimiz demak o'zlari yetarlicha bu sohada bilim, tajribaga ega emas. Chet davlatga bir xilgilari ko'plari demak birinchi marta chiqayotgan insonlar bo'lishi mumkin. Demak shu holatlarda qiyinchiliklarga duch kelish holatlari yuzaga kelyapti. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz kerakki, kimga qachon nasib qilgan bo'lsa muborak ziyoratlarga albatta boradi, ammo bilib bilmay noqonuniy yo'l orqali shu bilan birga ishonchsiz yo'l bilan umra safarlariga borish ushbu mamlakatda sizga qimmatga tushishi mumkin. Litsenziyali sayyohlik firmalari haqida ma'lumotlarni esa siz Din ishlari bo'yicha qo'mitaning rasmiy sahifalaridan olishingiz mumkin.